juda ham katta tayyorgarliklardan keyin O'g'loy seriali ish boshlagan. Bugungi qismiga va nihoyat mana joyim yetib keldi. Ish jarayonini kuzatib, bu yerga qo'yilgan chiroqlarni sifatli qo'yilishi, operatorlar tasvirga olish jarayonlari sifatliligini ko'rib, yuqori darajada bo'layotganligini ko'rib, juda ham bir chiroyli serial chiqishiga ishonchimiz komil va shunday serialda ishtirok etayotganimdan xursandman. Umid aka, bugungi syomka haqida fikringiz? Bugungi syomka har doimgidek yaxshi ketyapti, xudoga shukr. Aktyorlarimiz ham vaqtida, joyida, hammasi. O'g'loy seriali milliy serial. Nima deydi, har doim hamma qatori xudo xolasa harakat qilyapmiz, zo'r chiqadi deymiz. Xalqimizga yoqadi degan umiddaman. Bugungi syomka haqida fikringiz? Bugun bu syomkada birinchi kunim. O'g'loy serialiga rolga taklif qilishdi. Bundan juda ham xursandman. Rejissyorimiz Umid Husanovaga, prodyuserimiz Doniyor Akzamovga rahmat aytamiz taklif qilgani uchun. Murod degan bolani orqasidan tushgan bo'ladi. Shuni nima deydi, ichki ishlar organlari xodimlariga ushlab berish vazifamiz. O'sha narkotik bilan shug'ullanadigan bolalarni topish, ularni to'g'ri yo'lga qaytarish va xalqimizni, odamlarimizni mana shu narkotik bolasidan qutqarish oliy maqsadimiz shunaqa. Rahmat aka, omadingiz bersin. Rahmat, charchadim.